Yaxshimsizlar. Avazliq asarga yuragi tashna, qalbi o'tliq salonimizning ixlosmand anglag'uvchilari. Men sizlarning eng yaqin do'stinglar Maryam Gulxushxo'y. Men yeni sizlar bilan ovozim orqali sirdish fursatiga erishganligimdan to'liq xursandman. Navbatda o'zinglarda bo'ladigani Avazliq kitob saloni bilan Xushxo'y 25 saloni birlashib ovozga oldirgan asar Sungan gul. Abdori Adila Abla Yaproq. Avazda Maryam Gulxushxo'y, Yusufjon Abdurahmon. Musiqiy tahriri Yusufjon Abdurahmon. Bu asarni Avazliq kitob saloni Xushxo'y 25 salondan boshqa salon va turbatlarning ijozatsiz ko'chirib tarqitishiga qat'iy ruxsat qilinmaydi. Amgikimizga hurmat qiling. İkinci qism. Shunda qilib men sog'-salomat bir o'maq shahzada yangidim. Salqin shamolda chavoq chelayotgan daraxt yo'pirmoqlari bahorning kelganligiga xushal bo'lgandek to'xtamay usul o'ynaydi. Bosh bahorda o'maqqina balamni ko'tarib qo'pib, barliq azoblarni unutib, yangi turmushimga qadam qo'ydim. Men erkin bilan yangi turmushimni boshlab, xushal yashash uchun qadam tashladim. Bizning aramizga bir jon qo'shildi. Hozir mening butun xushalliqim balam bo'ldi. Mening kunlarim bola beqish, uy tozalash, tamoq etish, cho'ng uydagilarning holidan xabar olish degandek ishlar bilan aldirash o'tib. Erkinning nima ishlarni qilishiga ancha parvo qilmaydigan bo'lib qoldim. Kun siri cho'ng bo'layotgan balamga onalik mehrim bilan to'ymay qaraydim. Mening barg'ansiri bu oilada cho'nqur yiltiz tortayotganligimga chidamagan erimning oshnasi amdi hunarlarini ishga solishga boshlagan bo'lsa kerak. Erkin uyga kirsa meni tillaydigan, uradigan bo'lib oldi. Balamni ko'tarib uyga kirsam soat allaqachon 11 bo'pti. Ertagandan buyon cho'ng uydagi tugumas uy ishlarini qilib, herib holimdan ketgan bo'lsam kerak. Yenim yer tartibli turdi. Tatliq uxlayotgan balamni yotqizib qo'yib, amdila kiyimimni almashtirib tursam, Erkin qaytib keldi. Darhol oldiga berib chaponiga qo'l uzatdim. Tuyuqsiz chang qilib tekkan bir tasdak meni yiqitibdi. Nim bo'lganini anqirib bo'lguncha Erkin meni tillab ketdi. "Ey, sen nemismen bilan ajrashmaysan, ha? Namancho'la qiynaydigansa odamni, ha? Ko'nglimda boshqa birining borlig'ini bilib turib, yana nemisga meni murodimga yetkazmaysan, ha? Mana, balani qo'yib, ma uyda yo'qol. Seni kira ko'zim yo'q." Men asta o'rnimdan turib, varqirashlardan uyg'onib yig'layotgan balam tarafga mangdim. "Qanjoq, gapimni anglamadingmi?" Erkin tilg'anchi kelib meni urishga boshladi. "Ana! Voyjon! Bo'ldi qiling Erkin! Bo'ldi qiling!" Ho'ngrab yig'lab turib, Erkinga yilinatdim. Men yilingan siri Erkin texmo asabiylashib, chechimdan tutib tamg'a ustirdi. Beshimdan issiq bir narsa quloq tuyimga eqib tushishga boshladi. Ko'zlarim qorong'ulashib, go'p qilib yiqildim. Qo'liqimga yerning tegidan birining yig'lagan ovozi anglanib, ko'zimni ochishga shuncha tirishsammu qapoqlarim yemlab qo'ygandek shundoq ig'ir. Faqatla ocholmayapman.
qanchalik vaqt o'tdikin beshimning qattiq og'rishidan ochiq ingrab asta ko'zimni ochdim. Uyni balaning yig'i ovozi bir olgan edi. Nadin kelgan g'ayratgin tamlarga esilib o'rnimdan turdim. Balamning, mening arslonimning yosh bilan yuvilgan yuzi, yig'idan qizargan ko'zlari yurak bag'rimni laqtiqan qildi. Beshimning qattiq og'rishiga qaramay, alang-salang dasab yurak paramni bazlab, uxlatib yotqizib qo'yib, tozliq uyiga kirib aynakka qaradim. Yuz ko'zlarim tayoqdan ko'kirib ishib ketibdi. Chashlarim beshimning yerilishdan chiqqan qon bilan bo'yilib, allaqachon qaytishib ketibdi. Demak, men hoshimdan ketibdiman. Az degandimi, bir soat hushsiz yetibdiman. Erkin men hoshimdan ketgandan keyin chiqib ketgandek qilardi. Men tozliq uydan chiqib yotoq uyimga qarab maqdim. Ketib etib mehmonxona uyining oldidagi sho'xli qiyomiga o'xshash qaytib qolgan qonga ko'zim tushdi. Asta kelib qonga qarab o'ltirib qoldim. Ko'zlarimdan chiqqan yosh tayoq dastidan ishib ketgan yuzlarimdan yo'yib o'tib qaytib qolgan qonning ustiga tushishga boshladi. Ah, yuragim, mening qaysi qilganlarimga bu kunlarni menga hamroh qildigansan. Ah, taqdir. Hayır, bu kunlarim o'tib ketadi. Yuragi og'irmay, azob tortmay o'tadigan kim bor? Xiyol surib yetib, qachonlarda uxlab qoldimkin, saharda balamni yenimga akilib, yig'lisi emitib, hech qopqidek holim yo'q, yetib tush bo'lay deganda, birisining eshik chekishi bilan asta berib eshikni ochdim. Eshik oldida qiyin opam menga qarab qaytib qolgandek turadi. Menga qaytadan yig'i o'lashdi. Uyga kirsizlar ana. Shu gapni bo'g'ilib turib aran qildim. Mening gapimdan esiga kelgan qiyin opam asta uyga kirib bosh ko'zlarimni silab yig'lab ketdi. Kechiring qizim. Men oldingizda gunohkor. Asli bu to'yni qilmasa bo'ptikan. Sizni qaytib chiqish tas bo'lgan bu patqoqqa men kirdim. Biz bir haza yig'lashgandan keyin qiyin opam beshimni yuyib, yar eg'izni tozalab dingib qo'yib qaytib ketdi. Balamga qarab xiyol surib yotsam, telefonim sayridi. Qarasam, onam telefon uribdi. Onamga hech nimani degim kelmadi. "Voy ona, yaxshimsiz? Dadam yaxshi turvatamdi." Men chandurmay avval so'z boshladim. "Yaxshi, o'zing uchun salomat turvatamsiz. Mening kichik shahzodamchi yaxshido? Yo'qob ketdinglar. Kecha tushib qoptiman. Shunga ahvol so'ray deb telefon qilgan. Nima ishlar bilan aldirash bo'lib ketdingiz qizim? Qachonliqa ozillab kelsiz?" "Men yaxshi ona, shu bol boqib degandek ishlar bilan vaqt chiqirib boraman. Mendan ansirmanglar." Bir talay yolg'on gaplar bilan telefonni aran qo'ydim. Erkin ashu chiqib ketgancha 2 kungacha qaytib kelmadi. Menmo izlamadim. Erkin bir qancha kundan keyin qaytib kelib, menga go'liyib qarab, "Ha. Shunda qilib qacha ajrashay deysa? Ha, yoki mushundaq jimmida sukutda turvasam, hamma ish o'tib ketadi deb o'ylab qoldingmi ya? San shunda qo'yay. Undaq asa ish yo'q." U shundaq deb bo'lib yetib uxlab qoldi. Men birdan yig'lab ichimni bo'shtib olib, balamni quchoqlab yotdim. Bundaq kunlar amdi doim menga hamroh edi. Erkin uyga kelsa, yo meni uratdi, yoki narsalarni chaqatdi. Cho'nglarning nasihati uning quliqiga kiribmi qo'ymaydi. Mening shahzodam amdila tamtilab mangan kunlarning birida onam meni izlab keldi. Biz birda o'yan-buyan paranglarni qilgandan keyin onam, "Balam, biz Qashqarga cho'nglarning qishi qaytib ketadigan bo'lib qoldik. Sizni yolg'iz qo'yishga faqatlik ko'nglim unmaydi. Lekin biz qaytmasak bo'lmaydi. Qandaq gap bo'lsa, telefonlashib turaylik.
Tağallaring bo'lgandan keyin ozni yutib turasan. Ko'zim kaynimda qoldigan bo'ldi. Men bu gapni anglab yig'lab tashladim. Nima deyishni bilmaydim. Shunda qilib onamlar ko'chib ketdi. Men bu shaharda balam bilan qoldim. Yolg'izlik meni doim qiynaydi. Onamga doim telefon uratdim. Dadam ketib yarim yil bo'lganda ish bajargili Urumchiga keldi. Men bu xabarni anglab bekli xushal bo'ldim. Erkin, dadam keldi ekan. Azroq pul bersangiz, go'sht akirib dadamni boshlab olay. Nashtadan keyin do'konga mengishga tamshalgan edim. Erkin orqaga burildi. Kayıplı kelib gelimden siqib turib. Qanjoq. Dadang shuncholar bay turib, men og'an go'shtni yemdik-a? Ha? Tiladi ko'rish, u po'staqal bilan. Go'sht yermishdi-he. Bosh ko'zimga tegayotgan mush peshvodan o'zimni qochirishga amalsiz qoldim. Yig'lab turib, yalvorishga boshladim. Sizdan o'tinib qolay. Erkin, endi meni urmang. Bo'ldi qiling. Ma'qul. Men dadam bilan talada ko'rishay. Bola yig'layotdi. Qo'rqib ketmisan? Gapimning oxirini qilishga ulgurmay, beshimga qattiq tekkan bir mush bilan yerga yiqildim. Mana sana pul. Tuya pulga. Pul beramish men texi. Tuy. Yerga yiqildim. Yumulib ketib bargan ko'zlarim men tarafga aran yugurib kelayotgan o'g'limga tushdi. Qaysar o'g'lim kelib ustimga tashlangani esimda. Aradan xeyli vaqt o'tganda beshimdagi yig'lab o'ltirgan Qaysarni ko'rib, asta o'rnimdan turdim. Mushu qatimqisi bilan 5-6 qatim bo'ldi. Erkin men hech nima to'ymag'icha meni urib, hoshimdan ketgandan keyin chiqib ketadigan bo'lib qoldi. Yuz ko'zimning saq yeri yo'q. Men doktorxonaga berib butun a'zoyimni tekshirdim. Bir turkum qonunliq isbotlarni qoldirib, keyinchi lozim bo'lar deb maxfiy yerda saqladim. Uyga kirib tursam, onam telefon uribdi. "Voy ana, tinchlikmi? Dadam qachon ketadi ekan? Men bir uyimga boshlab olay degan." Kechirgin meni balam. Men seni tirik do'zaxga tashladim. Men sana yuz kelolmayman. Seni men baxtsiz qilib qo'ydim. Voy ana, nimlarni deb Men hech tushunmayli qoldim-ku. Qizim. Dadingiz sizga xo'sh degili uyingizga beribdi-kan. O'ylamagan yerdan sizning tayoq yeb yalvorayotgan, eringizning sizni to'xtamay tillab urayotgan holatida eshikning yo'chiqidan ko'rib qolib, o'ngrab yig'lig'ini qaytib ketdi. Telefonim qo'limdan tushib ketdi. Bu ish dadamga cho'qim bek alam bo'lgan bo'lsa kerak. Bu xabarni anglab 3 kun bo'lganda Qashqardan onamning inisi kelib meni elib ketdi. Dunyoni erimga o'ngchi tashlab berib ketdim. Dadam Qashqarda oshxona ochgan bo'lib, men ancha-muncha qarshi berdim. Aradan 6 oy o'tdi. Bu jarayonda mening ruhiy holatim xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Atrofimdan huzurlanadigan, chiray echib kulalaydigan, o'lik bo'lib qolgan ruhiyatim bara-bara asliga kelyotdi. Bu hayot o'xsharkan achchiq qahvaga. Ham achchiq emaskan tangshab ishganga. Tapqanlar qo'sharkan sut va shakarni, yo'q bo'lsa ko'narkan shu asli tamga. Bu nima degan to'g'ri o'xshatish-a? Inson ko'nmagan nima bor? Bu hayot bizlarni nimalarga ko'ndirmadi? Hamma yerni bahorning illiq hidi qaplagan, salqin shamol mezlik gullarning hidini atrofga taratgan ajoyib go'zal bir sahar.
Nagan-naganda uchrab turgan odamlarni hisobga olmaganda, texi ko'chalarga odamlar asosan chiqmag'ash, bu shahar shavqun so'ranlardan vaqtliq bo'lsa-mu xoli edi. Daryo bo'yiga qarab ketyapman. Daryo bo'yida o'ltirib, kunning qizirib chiqishiga qarab o'ltirdim. Shu manzarani ko'nglimning cho'nqur qatlamlariga o'chmas portret qilib sezib olg'im kelyotdi. Uning ustiga kayfiyatim shundoq yaxshi. Yana qachon bundoq yaxshi kayfiyatda atrofimdagi manzarlarni tomosha qilishni bilmayman. Shu xiyollar bilan mingib daryo bo'yiga kelib qolganimni sezmayla qaptiman. Tova, odam xushal bo'lsa, bu dunyo ajoyib rangdor ko'rindikan desa, texi yo'ruq tushmagan bo'lg'ach suvning ovozidan boshqa ovoz yo'q. Daryo bo'yida odamni ozroq surbasatdi. Motodagi elib kelgan adyalni muvofiq o'ringa selib kunning tezroq chiqishini arzu qilib o'ltirdim. Garchi bu daryo alohida cho'ng, suvlari shavqullab oqadigan, bak ko'p tasvirlab ketgidek hayvat bo'lmasa-mu, odamga yanada huzur beradi. O'zi yillik tarixga ega, nurg'un go'zal hikoyalarning shohidi bo'lgan Qashqarning Qizil daryosi shavqun so'ralardan xilli yiroq bo'lgan bo'lib, meni o'ziga tortgan edi. Alahazal yarim soatdan keyin kun qizirib pishgan nepiz nondek xuddi osmonga bog'lab qo'ygandek chiqishga boshladi. Atrofni qizil shafaq nuri qapladi. Hamma yer qizg'ish rangga kirib, odamga romantik ko'zni aslatdi. Taxminan yarim soatdan keyin uyga qarab mangdim. Men kelganda onam mehmonlarga dasturxon selayotgan ekan. Bu mehmonlar boshqa birisi bo'lmasdan dal Erkin, dadam, qiynapamlar edi.